Diqqat, xushxabar. Prezident farmoni. O'zbekistonda pensiyalar, nafaqalar ham kam ta'minlangan oilalar va bolalar nafaqalari barchasi oshiriladi. Hozirgina xushxabarlar e'lon qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat, prezident farmoni bilan 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar, nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari 10% ga oshiriladi. Unga ko'ra yoshga doir eng kam pensiya miqdori 918 ming so'm, nogironlik pensiyasi 1,12 million so'mni tashkil etadi. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzand uchun 275 ming so'm. Oilaning eng kichik farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm to'lanadi. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm etib belgilandi. Shuningdek, mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori amaldagi 1,155 million so'mdan 1,271 million so'mga oshirildi, deyiladi xabarda.